Bugun kela o'sha mashhur Mehnat Beshbarmoqqa boramiz. dala dashtlarni kezib mehnat Beshbarmog'iga yetib keldik. Katta o'tov bor ekan, o'shaning ichiga kirib o'tirdik. Lekin bu yoqda yosh katta xotinlar va ashi ko'p ekan. Gap o'ynashyapti menimcha. Shoh akam issiq choy, aman bo'lsa qimiz ichdim. 15 daqiqada beshbarmog'ni olib kelishdi. Mana shu bir porsiya beshbarmog'ni narxi 120 ming ekan. Ichiga faqat ot go'shti solingan. Nima deb o'ylaysizlar, narxi arziydimi? Mazasi zo'r ekan, xamirlari ham, go'shtlari ham zo'r pishibdi, lekin juda ham yog'li. O'zi boshqa joylarda ham shunaqa yog'li bo'ladimi? Men endi uncha tushunmayman-da beshbarmog'ni. Ikki kishi shu beshbarmog'ni yarmini ham yo'madik. Yaxshimi? Zo'r gap yo'q, lekin haqiqatdan ham kuchli ekan, menga og'irlik qildi. Shoh akamning davlenalari bor. Yo'ga kelganlar bo'lsa, bu yoqda nima sizlarga yoqqan yoki nimadir yoqmagan, nima kamchilik bor, video izohiga yozib ketinglar. Bo'pti, kelar joninglar sog' bo'lsin, Xudo hammamizning ishimizning rivojini beraversin, sog' bo'linglar.